May sanasida ijtimoiy tarmoqlarimizni faol kuzatayotgan obunachilar ko'pchilik menga savol beradi. Mana siz ko'cha bilan shug'ullanasiz, bog'larni borib ko'rasiz. Qanaqa gilosdan bog' qilsam bo'ladi deyapti. Tavsiya qilaman Nimbanikilar. Olib kelib ko'rsating. Mana. Mash turishi 28. Xomli holatidagi Nimba. O'ta yirik bo'ladi. Mana do'stlar, bunday qilsangiz meva yo'q deydi. Mana bitta ochib qarasangiz, meva to'la meva mana. Bak tagida. Nimbani bog' qilishni tavsiya qilaman. O'zim ham shundan bog' qilganman. Nimbadan hosildorligi zo'r, kalibri zo'r do'stlar. Mana o'zi xomli holatida ham mana mevalar yirik. Mana 30 ham chiqadi, mana kalibr 30 ham chiqadi do'stlar. Nimba gilosdan qo'rqmasdan eka bog' qilinglar. Bir xilda bo'ladi kalibrovkalari. Qo'shalar birata bo'lmaydi. Holati zo'r. Nimbani eka bog'larni ko'paytirishni tavsiya qilaman. Farg'onalik bog'bon kanalini kuzatib boringlar. Mana belgilarni olib kelib ko'rsating. Bitta ochasiz, to'la meva. Meva bo'lganda ham yirik meva mana bak tagida. Ular ham shu. Mana o'ta yirik. Xudo xolasa buni ko'chalarni ko'paytirib qo'yganman. Farg'onalik bog'bon kanalidan sotib olishlaringiz mumkin. Nomerlarim 88 957 27 nomerlarimiz do'stlar. Nimba shu bo'ladi. Mana mevalari o'ta yirik. Bunaqa mayda bas. Mana shular 30 kalibr. Hali yetilgan yo'q gilosimiz. Xudo xolasa yetilgandan videolarni qilib tashlaymiz. Sog' bo'lasizlar. Kanalimizga borish uchun tilaklar bosib qo'yasizlar.